Hovli qidirib yurganlar uchun Bobur mahallasidan 4 sotixli 45 ming dollarga baholanayotgan yana narxini kelishsa bo'ladigan hovli topib qo'ydim. Keling ko'rib chiqamiz. Mana hovlining tashqi ko'rinishi, darvozaxona va bu yerda eski qurilishlar bo'lgan. Xullas ushbu hovli 45 ming dollarga baholanmoqda. Yana telefon qilib kelishib olsalaringiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz negativchilar uchun. Hovlilarga, uy, yer joylarga, domlarga biz narx qo'ymaymiz. Mulk egasi o'zi narx qo'yadi. Shunchaki biz ko'rsatib o'tamiz. Manzil G'ijduvon shahri mikrorayon Chag'il pitagidan o'ngga kirib kelaverish, Bobur ko'chaga kirib kelaverishda Murod Pachaqchining ko'chalari.